Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli, mana o'zi oldin men bo'lajak savdogarlar degandim sizlarni o'sha birinchi dars, ikkinchi darslar paytlarim. Mana hozir o'zi sizlar tajribasi bor bo'lgan savdogarsizlar. Xudo xolasa yo'linglar yanada yaxshiroq, yanada sifatliroq bo'lishini men o'zim bilaman, chunki bilim qanaqaligini ham juda yaxshi bilaman. Xo'p, hurmatli savdogarlar, mana xudo xolasa darsimiz ham tugab qoldi. Mana bu bizning oxirgi mavzuimiz bo'ladi. Bundan oldingi 24-darsda men sizlarga juda chiroyli narsa o'rgatib qo'yganman. AMD model haqida gaplashgandik, esingizda bo'lsa. Va aynan o'sha model va qolgan o'rgatgan mavzularim har bittasi aqlli mavzular. To'g'ri, trade sohasida yashirilgan informatsiya yo'q hech qayerda, ya'ni tradingda sekretniy strategiya degan gap yo'q. Esingizdan chiqarib yuboringlar bu narsani. Yoki menda, yoki boshqa savdogarda, yoki любой savdogarda daromad qilish kaliti yo'q. U narsani xayolingizdan chiqaringlar. Trade sohasida tajriba sekin o'zingiz muammolaringizni tarbiyalab sekin daromad qilishingiz mumkin agar yo'lingiz aniq bo'lsa. Yo'l aniqligini qayerdan bilaman desangiz, o'sha yo'lda bosib o'tgan inson bilan suhbatlashib, o'sha yo'lda bosib o'tgan odamni maslahatlarini olsangiz, yo'lingiz aniqligini juda yaxshi bilasiz. Xo'p, bugun sizlar bilan mana shu mavzuni o'tgim keldi. Haqiqatan juda seryoz mavzu. Men bu prezentatsiyani bir hafta davomida tayyorladim. Men o'zim lichna tayyorladim. Bu narsani pulga ham tayyorlatmoqchi bo'ldim-ku, to'g'risini aytsam, men xohlagan natijani qilib berishmadi. Men xohlagan ma'lumot yo'q edi ichida. O'shaning uchun men sizlarga o'zim eksklyuzivni qancha vaqtim ketsa ham, qancha narsam yo'qolsa ham, men imенно sizlarga yaxshi bo'lsin degan niyatda bu prezentatsiyani o'zim yasab, lichna qo'lim bilan o'zim o'tib bergim keldi. Xo'p, mavzuga e'tibor beramiz. Juda chiroyli, juda aqlli mavzulardan biri. Ya'ni har bitta treyderda asosiy problemalari. Mana buni qaranglar, asosiy problemalari. Ya'ni любой misol menda, boshqa insonda, любой savdogardagi asosiy problemalar, asosiy muammolar haqida gaplashamiz va nimaga ustozsiz natija qilish juda qiyinligi haqida ham gaplashamiz. Xo'p, bu juda nozik mavzulardan biri bo'ldi. Sizlar o'rgangan, mana shu darsgacha o'rganib kelgan darslar, общий 24 ta darsimiz. Agar o'sha 24 ta darsda qaysidir ma'noda tarozini bitta tarafiga qo'ysangiz va mana shu bitta dona, mana shu mavzuni tarozini ikkinchi tarafiga qo'ysangiz, ya'ni o'sha bo'ladi-ku, mana ikkitalik tarozilar. Ikkinchi tarafiga qo'ysangiz, mana shu mavzu og'irroq keladi. Og'irroq keladi. Nimaga? Chunki bilim olish вообще muammo emas. Любой insonni biz sohada tarbiyalab beramiz. Любой odamni tarbiyalash oson. Lekin mana shu hozirgi o'tayotgan darsimda miyasiga yetkazib berish qiyin bo'ldi. Menga bilasizlar, endi sohada anchadan beramiz, juda ko'p insonlar bizdan tanishadi. Men o'zim lichni tanimasa ham, chunki men unaqa internetda yoki qayerda Instagramda videolarim yoki nimadirlarim yo'q. Meni faqat ko'plar ovozimdan tanishadi, chunki o'sha darsliklarimni o'zimni yuzimni ko'rsatmasdan olaman. Mana aynan bu bizani bepul trading darsligimizda ham boshida ikkita darsda men yuzim bilan chiqdim. Chunki akam shu narsani aytdilar, yuzingni olib chiq dedilar. Keyin bir ikkita dars qildimda, уже meniki emas ekan. Men tushundim shu narsani, menga kerak emas unaqa narsa. Men unaqa ko'chada kimdir meni tanib qolishi, unaqa narsalarni to'g'risi unaqa ozgina yoqtirmayman. Вот ovozim esa hammaga tanish. Shu sababdan ko'pchilik meni ovozimdan tanir ekan. Eski 3-4 yillik darsliklarim bor. 3-4 yillik darsliklarimni aka, mana shu sizning darsingizmidi? Mana siz o'tgansiz, ovozingiz bir xil ekan degan gaplarni gapirishadi. Va aytmoqchi bo'lgan narsam nimada bolalar? Bizani mana shuncha darsimizni ko'rdinglar. Mana bizani hurmat qilib, ustoz ko'rib, mana kuniga menga 10 ta odam, kamida 10 ta odam yozadi kuniga. O'sha rahmat aytib, darslar uchun shu ustozni bilib olsizlarmi, oxirgacha shu narsani turinglar. Ya'ni mana shu mavzuni men sizlarga aytaman seryozni deb. Mana shu mavzuni men sizlarga aytaman muhim, juda muhim mavzu deb. O'shaning uchun hozirgacha meni gaplarimni to'g'ri qabul qilinglar bolalar. Nimaga men unaqa deyapman? Nimaga men bu gaplarni gapiraman? To'g'risi, agar menga sizlarni qaysidir ma'noda aldash yoki qanaqadir narsalar bo'lganda edi, niyatim men darslarni bunaqa sifatli darajada va bunaqa oxirigacha olib bormasdim. Ya'ni darslarning o'zini ichkaridagi mavzularini ko'rsanglar, bolalar, men даже u darslar, nafaqat u darslar, balkim juda ko'p 80% ni pulli kurs qilayotgan treyderlarda ko'rdim bu narsani. Men bu darslarni chiqargan asosiy sababi ularda sindirish emas. Menga ular вообще qiziq emas. Ni nash uровень bu narsa. Lekin men bu narsani qildim nimaga? Chunki insonlar bu narsani pulga sotib olmasin. Pulga sotib oladigan ma'lumot bu bilim emas. Mana shu narsani ko'pchilik adashadi. Men ham paytida shunaqa adashganman. Esingizdan chiqmasin. Mana shu gapim. Sizlar pulga sotib oladigan narsa, ya'ni pul to'lab, kurs uchun pul to'laysizlar-ku.
o'sha kurs uchun pul to'lab sotib narsalar bular bilinmas. Nima uchun? Chunki hech qaysi savdogarda sekretniy bilimlar yo'q. Nafaqat savdogar, balkim bozorda o'zida ham. Bozorda o'zida sekretniy ma'lumotlar yo'q. Hamma narsa internetda bor. Faqat uni qaysidir ma'noda filtrlash qiyinroq. Ya'ni mana shuni o'rganasiz, buni o'rganmaysiz degan narsani ustoz qiladi-da, to'g'ri. Lekin bu o'sha 100% lik to'laydigan pulingizni bor yo'g'i 20-30% ni tashkil qiladi bu narsa. Qolgan 70-80% nima tashkil qiladi desangiz, ustozning yordami, ustozning maslahatlari, ustozning to'g'ri yo'li, ustozning maslahati. Ya'ni ustoz sizga yo'lingizni tarbiyalab berish kerak. Mana shu yo'l bilan yurasiz. Mana shu etapdasiz, keyin sekin-sekin rivojlanib mana bunga o'tasiz. Bu etapdan sekin-sekin bunisiga o'tasiz. Mana maqsadingiz, mana shuncha kapital boshqarishingiz kerak. Mana sizning bilim bo'yicha maqsadingiz. Mana shu minimal natijani mana shunaqa qilsangiz, sekin natija qilasiz. Mana bu praktikangizning maqsadi. Mana shu narsalar ustozning vazifasi. Tushunarli? Agar sizlar mana misol gruppamizda juda ko'p odam bor, mana 200 mingtadan ko'p odam videolarimizni ko'ribdi. Bitta donamizni, ya'ni men har bittasini hisoblaganim yo'q. Agar har bittasini hisoblasak, go'yo вообще oshib ketib qoladi, million, 2 milliondan. Bitta donasini 200 ming odam ko'rdi. Mana shu insonlarning ichida o'qigan odamlar juda ko'p. Ya'ni trade o'qigan, mana o'zimda ham juda ko'p tanishlarim bor, kelishadi. Ustoz ko'rishgan, lekin hali ham natijasi yo'q. Nima uchun? Chunki 95, даже nafaqat undan ham balandroq bolalar, 98% vaziyatda ular ko'rgan ustozga ham ustoz kerak. Men bu narsani yashirmayman. Haqiqatan bizning sohada mentor bo'lish, ya'ni ustoz bo'lish oson bo'lib qolgan. Juda oson bo'lib qolgan. Nimaga unaqa desanglar, menga yaqinda maslahat aytib berdimmi yo'qmi, aniq esimda yo'q. Oldingi darslarimda balkim aytib bergandirman, balkim yo'q. Aytmoqchiman mana shu narsani. Menga lichkam yozishyapti bitta inson. Adashmasam aytib berdim sizlarga. To что men hali trade natija qila olmayman, pul topa olmayman, sizda o'qimoqchiman deb yozdi. Sizni bilimlaringiz yo'q, sizni tarbiyalashingiz yo'q dedi. Xo'p dedim. Keyin faqat agi menda boshqacharoq narsa bor. Meni kursga to'lov qilishga pulim yo'q. Mana qarang, yaxshilab eshiting mana shu gapni. To'lov qilishga pulim yo'q, lekin men siz tekinga ustoz bo'lib qolishga, tekinga mentor bo'lib qolishga roziman deyapti. Qarang qanaqa gapni. Anetdagi 20 ta 30 ta odamda hali natija qila olmagan, hali sohaga kirib kelganiga yaqinda bo'lgan yosh bolachi ustozlik qilmoqchi. Va meni nima yomon miyamga tepdi, to что ustoz degan narsa trade sohasida bu juda past odam, любой odam ustoz bo'lib ketadi degan gap. Bu qanaqa ahmoqlik? Просто o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, bu qanchalik yomon narsa bu, qanchalik ahmoqlik bu narsa. Tushunasizlar nima demoqchiman sizlarga? Ya'ni juda bir g'alati fikrlar-da bular. Ya'ni ustoz bo'laman deyish bu oson narsa emas-da bu narsa. Va bitta o'sha insonda shunaqa fikr bormi? U o'qigan guruhda ham shunaqa fikr bo'lgan. Va qarabsizki, boshqa savdogarlarda ham mana shunaqa fikrlash bo'lib qolgan. Ya'ni ustoz bu prosta sizga strategiya o'rgatadigan odam. Yo'q, bola, ustoz bu vashi boshqa inson. Ustoz bu sizlarni tarbiyalab beradigan, muammo bo'lsa, qiyinchiligingiz bo'lsa, o'shani ko'tarib beradigan odam. Mana bizga omadi kelib qolgan bolalarni videoga olib, mana bu bolamiz natija qildi deyish umuman kerak emas. Birinchidan u narsaga vaqtimiz yo'q, ikkinchidan bizning reputatsiyaga bu narsa вообще to'g'ri kelmaydi. Ya'ni 10 ta odam o'qiydi, mana qarang, 20 ta odam guruhda o'qiydi, 20 ta odam o'qiydi. Mana tasavvur qiling, sizga men 20 kishi qimor o'ynayapti. Tasavvur qiling, juda yomon narsa bilaman. Qimor o'ynayapti 20 ta kishi. 20 ta kishidan bir kishining omadi keladi-ku, to'g'rimi? Albatta keladi. 20 ta kishidan polibon bittasini omadi keladi. Qolgan 19 tasi yutqizadi. Bittasi yutadi. Trade ham xuddi shu narsa. Mana 20 ta o'quvchi o'qiyapti. Bitta donasini omadi kelib qanchadir pul topib qo'ydi. Omadi kelib. Albatta bu ham qimor. Omadi kelib pul topib qo'ydi. Va men o'sha odamni mana shu bola zo'r natija qildi. Mana shu bizning o'quvchimiz yaqinda darsga kelgan. Mana shuncha oy bo'ldi dars kelganiga deb video olib chiqsam-da, emasligi bu narsani ko'rsatsam. Sizlar "Vau" deysizlar. Bu o'quvchisi shunaqa tez zo'r natija qildi deysizlar. Xo'p, bu narsani ko'rdik. Haqiqatan yomon emas. Bola natija qildi, молодец. Lekin bola qolgan 19 ta kishini kim o'ylaydi? Nima 19 ta kishi omadsiz o'lib ketsinmi? Nima bo'lsin? 19 ta kishi nima qilsin? Nima qilsin 19 ta kishi bu sohada? Tushunyapsizlarmi nima demoqchiman sizlarga? Ya'ni bizning sferada, bizning sohada o'sha natija qilganlardan ko'ra natija qilmaganlar juda ko'p. Ya'ni 90% odam natija qilmaydi. 10% odam natija qiladi. Ya'ni men o'quvchilar nazarda tutyapman. Men bizda emas, ya'ni в общем смысле, именно boshqa kurslarda, boshqa guruhlarda. Qolgan 90% ular 10% ni o'ylaydi, o'sha 1-2 ta natija qilgan videosini olib chiqadi, qolgan 19 ta, 18 ta odam nima qiladi? Sekin uyga ketaveradi. Natija qila olmadim deb to'lagan puliga kuyib. Bu g'alati narsa emasmi bu? Albatta g'alati narsa.
ustozlar o'sha ustozlarni o'ziga ustoz kerak degan gapim mana shu narsa. Ustozlar shunaqa tizim o'ylab chiqish kerak, u ani ikkita odamga emas, qolgan 18 ta odamga yordam berish kerak. Tushunyapsizlarmi? Chunki qolgan 18 ta odamga yordam bersa, ani ikkitasini tarbiyalab ketish iloji bor. Lekin ani ikkitasiga yordam bersa, mana men bittagi 18 ta odamni tarbiyalash juda qiyinroq bo'ladi. Chunki ular foiz sarflama ko'proq bo'ladi. Mani gapimni yaxshilab tushundinglar degan umiddaman. Bu mani lichni fikrim. Men bu haqiqiy o'zimning fikrim. Mana bu fikrimni hech kim qaytara olmaydi. Nimaga? Chunki men bu sohada hali yangi emasman. Ya'ni men kecha kirmadim bu sohaga va men ustozlik taraflama kecha boshlamaganman bu sohani. Nima uchun menda bunaqa fikrlar, nima uchun men o'sha ustoz bo'lib turib o'shalarga ustoz kerak bo'lgan odamlarga men nom aytmayman. Ya'ni mana shu odam, mana shu bola deb aytmayman, chunki bizga reputatsiyamizga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Va yana bitta narsa, men nimaga bu narsani sizlarga gapiryapman? Chunki men nafaqat o'quvchi chiqarganman. Ya'ni qaysi ma'noda? Tipa, mana misol siz kelyapsiz, meni trading o'rganmoqchiman deb kelyapsiz, to'g'rimi? Men nafaqat o'quvchi chiqarganman. Men balkim sizlar eshitganmisizlar yo'qmi bu gapni? Men ustoz ham chiqarganman. Mana bizani o'zimizdagi komandadagi bolalar juda yaxshi biladi. Ya'ni men o'sha qaysidir kursga dars o'tadigan odamni ham o'qitib berganman. Shu sababdan men prekrasno bilaman bu narsani. Bu meni ishim. Bu meni soham. Ya'ni ustozlik meni soham, meni ishim. Trade sohasi bu meni eng yaxshi ko'rgan ishimdan biri va meni hobbiyim bu ustozlik. Tushuntira oldimmi men sizlarni? Ya'ni men o'zim trade qilib, bo'sh bo'lgan paytlarim juda ko'p bo'ladi. Bo'sh bo'lgan vaqtlarimda men o'zimni hobbiyimni qilaman. Meni hobbiyim esa bu ustozlik. Tushuntira oldimmi sizlarga? Xo'p. Demak, men guruhli darslar o'tmaganman. Ya'ni qaysi ma'noda? Tipa, guruhli darslarimizni o'tganimga 1 yildan oshdi. Почти 2 yilga yaqinlashib qoldi guruhli dars o'tmaganimizga. Lekin mana donalar bolalarimiz bor, shogirdlar, o'zimizning ishlayotgan insonlar juda ko'p. Xo'p, bu meni o'zimning lichni fikrim edi. Demak, mavzuga e'tibor beramiz. Bu tayyorlagan prezentatsiyamizni bir ko'rib chiqishinglar maslahat beraman. Nimaga desanglar? Mana bu sizlarga tayyorlagan men 15 ta mavzu. E'tibor beringlar, bir-biridan yaxshi, bir-biridan aqlli, bir-biridan muhim mavzulardan biri. Hammaga kerakli mavzu. Misol mana bu yerda razgon uslubi, nimaga boshda pul topish oson bo'lishi, razgon uslubi qanaqa tugashi, ya'ni hammaga qiziq-ku, to'g'rimi? Hech kim bu sohani prosta o'rganmaydi-yu. Stabil trade, razgon, bir-birini farqlari. Bu yerda men haqimda ma'lumot, xatolarim, ko'p bilim oson, ko'p pul topaman deb o'ylash, orangizda bor bir ikkita shunaqa fikrlar. 2-3% menga yetmaydi-yu degan fikrlash, chunki menda ham bo'lgan bu muammo, sizlarda ham bu muammo kutib turibdi. Tradingda bu ish qachon tushunib yetsangiz pul topishingiz, qachon daromadga chiqish degan savollar, mana shularga javob. Keyingisi, bozor biz o'ylagandek sodda emasligi, YouTube'dagi ma'lumotlarning 99% tupikka olib borishi. Bu mavzu ham juda muhim sizlarga. Sizlar ko'p mashq xatolarni qilasizlar. YouTube'dan o'rganib 99% odam o'sha vaziyatda tupikka kirib ketib qolasiz, shu bilan yo'ldan chiqa olmay qolasizlar. Ko'pchilik o'ylaydi, sleeve bu eng asosiy muammo. Men sleeve qilish to'xtatsam zo'r pul topaman. Yo'q, mana shu muammo juda ko'pchilikning problemasi. Mana shu narsani hal qilishga harakat qilinglar. Juda muhim mavzular bor buning ichida. Bilimi bor 90% traderni pul yo'qotishi, bilimi bo'lib turib, o'qigan bo'lib turib yoki aniq bir strategiyasi bo'lib turib, lekin baribir yo'qotadigan odamlar haqida. Va eng asosiysi ustoz bilan trading o'rganish. Mana shu haqida ham sizlar bilan gaplashamiz. Mana bu bizani o'tishimiz kerak bo'lgan mavzular. Xo'p, bilasizlar, ko'p kuttirmayman. Boshida ozgina emotsional gaplar gapirdim. Bu haqiqat. Men prosta buni ichim achayotgandan gapirdim sizlarga. Meni ustoz deb ko'ryapsizlarmi? Meni bu sohada maslahat beruvchi, mana bu sohada to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi inson sifatida ko'ryapsizlarmi? O'sha gapirgan gaplarimga amal qilishga majbursizlar bolalar. Tushuntira oldimmi? Xo'p, boshlaymiz unda mavzuga. Haqiqiy trading o'zimizni aldashni to'xtatish vaqti keldi. Mana misol biz sohani o'rganamiz. Mana men lichni va men bilan o'rganayotgan qaysi ma'noda tipa meni o'quvchilarim, mendagi insonlar, mendagi shogirdlarim, komanda a'zolarim bu sohani kunlik ovqatlanish uchun yoki qanaqadir bir kunlik rasxodlari uchun yoki qanaqadir bir yaxshi restoranlarda o'tirish uchun yoki chiroyli kiyimlar kiyish uchun o'rganmagan. Nima uchun? Chunki ularga bu narsa oddiy narsa. Ya'ni restoranlar, u joyda ovqatlanish bu elementarniy sodda narsa. Tushuntira oldimmi? Ya'ni u insonlarning darajasidagi narsa emas bu. Bu narsalarga havas qilish. Va sizlarga ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Ya'ni restoran, kunlik rasxodlaringiz uchun trade o'rganayotgan bo'lsangiz, siz yig'ishtiring bu narsani. Nima uchun? Chunki bolalar trade sohasi bo'li seriozroq soha. Agar sizlar men bugun 100-200 dollar topsam yoki 50-60 dollar topsam, yetadi menga, ovqatlanaman, mazza qilaman,
degan narsalar bo'ladigan bo'lsa, sizlar pravdirsizlar. Lekin sizlar ham keyinchalik mas'uliyatli bo'lasizlar. Sizlar ham keyinchalik oila qurasizlar. Sizlar ham keyinchalik farzandli bo'lasizlar. Va qarabsizlarki, qanchalik oilangiz kattalashgan sari sizga anu $50, $60 topayotgan pulingiz yetmay ketadi. Tushuntira olaman, nima demoqchiman? Ya'ni, mana bugun pul topa olmadingiz, mana bugun siz $50 topa olmadingiz, silib bo'ldingiz. Bugun oqib ketadi, ertaga tashiyman, mayli bugun restoranga bormas ekanman, mayli bugun u bir narsa o'zim yeb turaman deb uyda bor-ku deb qila olasiz bemalol, chunki hali yosh bo'lishingiz mumkindir. Lekin oilali, yosh insonni boshida nima bor? Oila qurish, farzandli bo'lish. Agar sizlar bu sohani seryozni olayotgan bo'lsanglar, haqiqatan bu sohani kelajagi uchun o'rganayotgan bo'lsanglar, sizlarga misol sizlarning ish uslubinglar bo'yicha o'sha $50-60 topilmay qolsa, sizlar nima qilasizlar? Bo'ldi deysizlar, boya gapimni deb, bo'ldi, ertaga qilaman, bugun dam olib turaman, bugun ozgina boshqa ishlarimni qilaman degan gaplar bo'ladi. Ya'ni bugun boshqa narsa yeb turaman, ko'chaga chiqa olmadim, pul topa olmadim-ku, lekin ertaga oilali bo'lganinglardan keyin, ertaga 5-6 odamni boqqaninglardan keyin bolalar, уже hayotinglar juda seryoznlashadi. Nimaga desanglar, mabodo agar pul topa olmay qolsanglar, уже o'ylash boshlanadi. Ketdi shu bilan o'zingizni yeyishingiz, ketdi shu bilan yuragingiz og'rishi. Ya'ni minus qilib qo'ysangiz, o'zingizga ta'sir qilishi bu ikkinchi masala. Bemalol siz пережить qila olasiz, ya'ni yashab keta olasiz. Вот minus qilgan paytingiz oilangiz jabr ko'rishi bu juda yomon narsa. Tushuntira oldimmi? Shu sababdan men kelayotgan insonlarni, men o'qitayotgan bolalarni oldindan aytgan bu narsani, men ularga strategiya o'rgatmayman. Men ularga bilim bu ikkinchi masala. Bizning eng asosiy narsamiz bu nima? Ularning miyasidagi fikrlashni tarbiyalash. Tushuntira oldimmi sizlarga? Sizlar ko'rayotgan 99%, даже undan ham yuqori 95.96% ma'lumot internetdagi o'sha Instagramdagi treyderlar yoki Instagramdagi hayot, hammasi fake hayot. Mana menga ishoninglar bu narsaga, bu gapimga ishoninglar. O'zingizlar ham juda yaxshi bilasizlar bu narsani. Fake hayot. Bundan ehtiyot bo'lish kerak, to'g'risi. Haqiqiy baxt bu tinchlikda, soddalikda bo'ladi. Ya'ni haqiqiy baxt bu internetdan tashqarida bo'ladi. O'sha narsa ham esingizdan chiqmasin. Balkim kimdirlar bu gapimni tushunmas. Tushunmagan bo'lsangiz, demak hali yoshsiz. Kimdirlar esa bu gapimni juda yaxshi biladi, chunki o'zi yosh bo'lgani bilan hayotda tajribasi juda katta insonlar. Xo'p, mayli. Mana bu yerda haqiqiy trading va bu yerda men bo'lib qo'yganman ikkita tarafga, bu xato va kamchiliklar. Mana bundan boshlaymiz. Biza haqiqiy deb o'ylayotgan trading qanaqa bo'ladi va buni noto'g'ri taraflari yomonligi mana qaranglar. Bu haqiqatan mana chap tarafda chizib qo'ygan narsam bu haqiqatan noto'g'ri trading, bu sizlar o'ylayotgan trading emas. Bu narsani kimdir sizlarga o'rgatgan bo'lsa, bu juda ahmoqona narsa, qaranglar. O'qinglar. Emotsiyada savdo qilish, ya'ni emotsional ishlash. Zelka ochganingizda qo'lingiz qaltirab, hayajonlanib, kimdir kelsa baqirib tashab, bunaqa narsalar bo'lyaptimi? Demak, mana shu sizning birinchi tashxisingiz. Men qaysidir ma'noda bu sohada doktorman-da, oldin aytdim sizlarga. Mana bu bizani anularimiz, tashxislarimiz. Tipa, agar sizda mana shu narsalar bo'lsa, mana shu narsalardan bittasi bo'lsa, demak sizda muammo bor, ya'ni sizda qanaqadir kasallik bor, shu narsa. E'tibor beringlar, bu muammolar hammanglarning ichida bor. Emotsiyada savdo qilish. Tushuntirdim nimaligini. Bitimlarda xohlagan risk bilan ishlash. Ya'ni bitta zelkaga $20, bittasiga $30, bittasiga $10, bittasiga $2, bittasiga $50. Mana shunaqa riskovat qilib ishlayapsizmi, risk qilib ishlayapsizmi? Demak, sizda qanaqadir muammo bor. Tez boyib ketaman deb o'ylash. Ya'ni bugun zelka o'sha depozit qildingizda, hozir mana shu zelkani 2-3 barobar ko'paytira olaman depozitda deb fikrlab tezroq natija qilaman deb o'ylash. Bu asosan juda xunuk narsalarga olib boradi bu narsa. Nimaga desanglar, har safar xuddi shunaqa fikr bilan silib qilaverasizlar, keyin qarzga kirib ketasizlar. Keyingi safar o'xshaydi deb o'ylash. Ya'ni mana bugun o'xshamadi, mana depozit qildingiz, tap oqib ketib qoldi. Deb ozgina o'ylanasizda, mayli keyingi safar o'xshaydi deysiz. To'g'ri, nasib qilmagandir bu narsa, to'g'ri, lekin xatolar ustida ishlash kerak-ku bolalar. Agar o'sha xatoingizni tarbiyalamasa, keyingi safar ham o'xshamaydi. Tushuntira oldimmi? Xatolardan umuman hisob-kitob qilmasdan, xatolardan nimadan kelib chiqqanini bilmasdan takrorlayversangiz, keyingi safar ham o'xshamaydi. Keyingi safar yo'q o'sha. Rejasiz ishlash, hech qanaqa plan yo'q. Ya'ni mana ko'p insonlarda shunaqa muammo bor, menga ham ko'p yozishadi. Bu narsani bitta gap bilan tushuntiraman. Nima? Trade qilaman deydi, masalani qarang, trade qilaman deydi va savdoyimda zararimni uzoq ushlab turibman, lekin foydamni tez yopib yuboraman. Ya'ni misol zararimni $100 dan minusda ushlab turibman, foydamni $10-20 da yopib yuboraman deydi. Endi men примерно minimum natijada hisobladim-da. Bu muammo nimadan ustoz deyshadi. Men bu narsani aytaman, nimadan bog'liq? Bu narsa plansiz savdodan. Ya'ni siz zararingizga ham, siz foydangizga ham planingiz bo'lmagani uchun siz mana shunaqa xatolarni qilasiz. Va bu bor yo'g'i bitta dona xatolardan biri hisoblanadi. Bitta dona sabablardan biri. O'shaning uchun reja bilan ishlash kerak. Har bitta savdoga plan bo'lishi shart.
o'ylamasdan shoshib bitim ochish. Ya'ni tupamda cho'ta kimdir signal berdi yoki cho'ta bozor yaxshi yuryapti deb hozir kirishchi deb analiz bo'lmagan o'zi kompyuter yoningizda emas, telefondan qanaqadir bir ovqatlanayotgan paytingiz yoki zalda paytingiz shunda hozir bitta ochish nimadir bo'lar deb mana shunaqa savdo qilish ham juda yomon narsa. Foydadan qolib ketaman deb o'ylash. Ya'ni bozor yuryapti. Hozir agar bay ochmasam ketib qoladi. Hozir ketib qoladi degan xayollar bor-ku. Tasdiq bermasa ham hech qanaqa sabab yo'q, hech qanaqa tasdiq yo'q. Hozir ketib qoladi deb savdo qilish ham bu eng asosiy kasalliklardan biri hisoblanadi. Hamma puliga risk qilish. Ya'ni depozit qildingiz, stop qo'ymasdan to'pa lotlarni taxlab chiqdingiz, slivgacha. Tipa, ketsin, menga hech nima emas bu pullar deyish. Da, to'g'ri, $100-200 sizga hech nima emasdir. Lekin xuddi shu muammoingizni agar tarbiyalamasangiz, har doim davom etadi bu muammolar. Tasavvur qiling, 10 marta podrяд qilsangiz, ya'ni 10 marta mana shu narsani qilsangiz, vaqti qiziq emas. 2 oyda qilasizmi, 1 yilda qilasizmi bu narsani 10 marta podrяд qilsangiz. O'sha $200 balansingizdan har bitta o'qirgandan keyin o'sha bu summa $2000 dan oshiqroq bo'lib qolyapti. Endi tasavvur qiling, bu narsani 20 marta qilsangizchi. $2000 to'g'ri sizga balkim kichkina summadir. 20 marta qilsangizchi 5000 dan oshyapti bu summa, o'sha 4000, 5000 bo'lib ketyapti. Yanada kattalashib ketadi buni. 10000, 20000, 30000, 50000 dollargacha ko'tarilib ketishi mumkin. U narsa menga kichkina-yu degan narsa qachon sizni o'sha xavotirlanadigan limitingizga bormaguncha to'xtamaydi bu narsa. Esingizdan chiqmasin. Mani gapimni hozir qabul qilsangiz, ertaga sizni o'sha minusga olib bormaydi, sizga qarzlarga, sizni kreditlarga tiqmaydi. Bizda o'qigan o'quvchilar mana shu gaplarim ko'p qaytarganim uchun qarzlar, kreditlar degan narsani yig'ishtirishadi. Yo'q u narsalar. Tushunasizlarmi? Nimaga? Chunki hammasi ham emas, 90% unaqa ishlar qilmaydi. Nimaga? Chunki meni gapimni to'g'ri qabul qilishgan va meni gapimni seriozdan olishgan. O'qimagan insonlar, men ustozdan o'qishimdan, darsimdan o'rganmayman deb o'shani depozit qilib ishlayman, undan ko'ra YouTubedan o'rganaman degan insonlar mana shu qarzlarga kirishni boshlaydi. Ularni, ya'ni naborotda tushunasizlarmi? Tipa ustoz ko'rishim shart emas degan odamlar 90% qarz kreditlarda, ustoz ko'rishim kerak deb aytdi, $500 riskovat qilib ustozga borgan odamlar, u yerda o'sha 80-90% ular qarzsiz savdogarlar. Tushunasizlarmi nima demoqchiman men sizlarga? O'shaning uchun bu yerda to'g'ri tushunib olish kerak. Xo'p, 100% ishonib bitim ochish. Ya'ni men uverenman, men hozir bozor hozir ketadi, 100% ketadi deb riskovat qilib ishlash. Mana shu narsa ham juda yomon narsa. Xatodan dars olmaslik, hech qaysi xatodan dars olmasdan keyingi safar o'qish degan xayol bilan ishlash. Yaxshi hissiyotlar agar mana shu narsalar sizda bo'lsa, mana shu kashfalar sizda bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Men hozir bu narsani tushuntirishimdan asosiy maqsad tradersiz, mana o'zingizga menga savol bermaysiz, mendan uyalsiz ham, siz o'zingizdan o'zingiz yashirmaysiz-ku, o'zingizdan o'zingiz juda yaxshi bilasiz haqiqat qanaqaligini. Va men mana shu yerda hozir sizni xato yo'ldaligingizni va to'g'ri yo'ldaligingizni bo'lib qo'yganman. Agar sizda chap tarafdagi xarakterlar bo'lsa, chap tarafdagi prичиналар bo'lsa, demak siz noto'g'ri yo'ldasiz. Agar sizda o'ng tarafdagilar bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz, dalsha davom eting. Mana bu sizlarga xarita, ya'ni yo'lga xarita. Xo'p, hissiyotga berilmaslik. Agar siz trade qilayotganda bemalol ishlab, zilkani yopib qo'yib, bemalol xohlagan odamingiz bilan gaplashib, kofe ichib o'tiribsizmi, demak yaxshisi. Depozitni ehtiyot qilish. Sizda asosiy maqsad daromad emas, sizda asosiy maqsad depozitni yo'qotib qo'ymaslik, mana shu narsani saqlab qolish. Oz-ozdan foyda qilish. Ya'ni siz bittada $200-300 topish niyatingiz yo'qda, kam-kam 20, 30, 40, 50 qilib sekin-sekin bir hafta davomida baribir o'sha summani yechib olish. Mana shu sizda asosiy maqsad. Ba'zan minus bo'lishi normal. Ya'ni siz zarar qilganingizda, bu normallik-ku, u hayotda ham har doim yaxshi kunlar bo'lmaydi-yu deb qabul qilish. Oldindan plan qilib bitim ochish. Ya'ni bitim ochishdan oldin mana shu bitimda 20 ga chiqsa yopaman, $10 minus bo'lsa yopaman degan narsalar bilan savdo qilish. Keyingisi kirishdan oldin o'ylash. Ya'ni bitim ochishdan oldin to'xta, tasdig'im bormi? To'xta, zonamga keldimi? Men kirishim uchun qonun-qoidam bor. O'sha qonun-qoidamga amal qildimi bozor degan narsani miyada bir o'tkazish. Shoshilmaslik, analizda ham, bitim ochishda ham, ya'ni bitim ochishda ham, analiz qilayotganda ham shoshmasdan bemalol savdo qilish. Nimaga? Chunki sizning asosiy maqsadingiz depozitni ehtiyot qilish, ya'ni kapitalni yo'qotib qo'ymaslik. Keyingisi bitimni kontrol qilish, ya'ni bitim ochilgandan keyin uni ozgincha foyda yoki определенный foydaga o'tgandan keyin, bo'lsin, nima bo'lsin deb emasda. Misol, birga bir yorib berdim, misol $100 risk qilib $100 foydaga o'tdi. Shunda stopini sekin $100 ko'tarib, ya'ni nolga ko'tarib qo'yasiz. Tipa, mabodo qaytib ketsa ham siz nolda yopilasiz. Mana shu narsa. Bu bitimni kontrol qilish deyiladi. Hammasi 100% emasligini to'g'ri qabul qilish. Ya'ni bozor bu sizni o'rtog'ingiz yoki qanaqadir sizni tanishingiz emas. Bu yerda dunyodagi eng katta odamlar ham bozorga aqli yetmaydi. Nima yetsanglar? Chunki bozor bu tizim. Agar bozor to'xtab qolsa yoki bozor yo'qolib qolsa yoki bozorga nimadir bo'lsa, bizani qo'limizda sanayotgan pullarimizga ta'sir qiladi, narxlarga ta'sir qiladi, hayot insoniyatga ta'sir qiladi bu narsa. Agar meni gapimga ishonish niyatinglar bo'lmasa, orangizda kimdirlarni mana shu gaplarni
ChatGPTga yoki qanaqadir boshqa sun'iy intellektga yoki qanaqadir Google'ga ham yozib ko'ringlar. Forex bozori to'xtab qolsa, Forex bozoriga buzilsa yoki Forex bozori nimadir bo'lsa degan fikrlarni yozib ko'ring, ular sizga to'g'ri javob beradi va o'shadan javobini olasiz. Xo'p. Va doim xatolar ustida ishlash. Ya'ni bugun xato qildingizmi? Ham o'xshamadda, ertaga o'xshaydi degan gap bilan emas-da. To'xta, nima uchun hozir xato bo'ldi? Mana bitta mana shuni shoshdim, mana shu bitimni hozir ochmasligim kerak edi, sal pastroqdan ishlashim kerak edi. O'shaning uchun mana shu xatolar bo'ldi deb shuni har doim tarbiyalash kerak. Mana shu narsa sizlarni daromadga olib chiqadigan narsalar. Bu xarakterlar va o'zingizda qanaqa borligini mana shu yerda o'zingiz uchun bilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, tradingda ko'p pul ishlaganing uchun emas, intizom uchun pul beriladi. Ya'ni trade sohasida pul ko'p savdo qilganingiz uchun, tezroq ko'proq natija qilsam, men bugun 2 barobar 24 soat grafikda o'tirib ko'p pul topaman degani uchun emas, intizom uchun beriladi. Ya'ni zararda ham, foydada ham to'g'ri qabul qilib, oyiga yaxshi daromadlar olish uchun beriladi. Razgon savdo uslubi kimlar uchun? Bu mavzu juda ko'pchilikga qiziq. Mana biz balkim oranglarda kimdir bilmaganlar bo'lsa, men tabriklayman sizlarni, lekin bilganlar juda ko'p. Chunki O'zbekistonda bu narsa juda keng tarqalgan uslublardan biri. Va misol o'zimiz ham razgon qilib ishlaymiz, lekin men sizlarga bitta narsani tushuntirib beraman. Biza razgon qilishimiz bilan bolalar, ya'ni biza razgon qilib savdo qilishimiz bilan tajribasiz odam razgon qilib ishlashi yoki tajribasiz savdogar yoki tajribasiz kanali bor qanaqadir internetdagi odam razgon qilib ishlashi noto'g'ri hisoblanadi. Men nimaligini ham tushuntirib beraman. Xo'p, men mavzuni hozir o'rganib turamiz. Razgon uslubi qanaqa bo'ladi? Bu har bitta savdoga juda katta risk bilan ishlash. Ya'ni misol сделканgiz aytaylik, o'z depozitingiz aytaylik $1000 depozit bor yoki $500 depozit bor. Har bitta savdoga $200-300 riskovat qilib ishlash. Ya'ni depozitdan 50% va undan baland, kerak bo'lsa 100% bitta bitimga risk qilib savdo qilish. Bu uslub yaxshi, zo'r uslub, haqiqatan tez foyda olib kelib beradi. Misol yaxshigina daromad qilsangiz bo'ladi. Lekin tarafi bor. Bu uslub sizni xato qilishga qo'yib bermaydi. Ya'ni xato qilishga haqqingiz yo'q bo'lib qoladi. Va tasavvur qiling, men yoki akam yoki boshqa qanaqadir bir kuchli savdogar, 5-10 yillik tajribasi bor bo'lgan inson savdo qilsa, u xato qilmasligi mumkinmi? Albatta mumkin. Nima uchun? Chunki u 5-10 yillik tajribasi bor deydi. Tushunasizlar? Lekin novichok odam, ya'ni endi sohaga kirib kelgan odam, u nafaqat xato qilmaslikka, balkim unda bittasi o'xshab qolishlik shansi kam. Tushunasizlarmi nima o'xshamasligi? Ya'ni natijasi yo'q odam to'ppa razgon qilishga kiradi, u qaysidir ma'noda грубо говоря, bir 50 kilo vesi bilan aytaylik 240 kilo, 250 kilolik tosh ko'tarayotgandek bo'ladi. U ahmoqona narsa-yu, bolalar. U juda xunuk narsa-yu bu narsa. To'g'ri, 200 kilo, 250, 300 kilolarni ko'tarish mumkin, lekin u narsani sekin-sekin qilish kerak-ku, to'g'rimi? Misol siz ham borib, to'ppa borib 250 kiloni ko'tarib ko'ring, kimdir kilaylab qo'yibdi deb o'ylaysiz. U haqiqatda bu narsa, bu chista fakt. O'shaning uchun razgon uslubi va novichoklar va professional savdogar razgon qilishi u vobshe boshqa narsalar. Bizda internetda bu narsani juda noto'g'ri targ'ib qilishyapti. Mana misol biz razgon qilib ishlaganmiz. Mana men ham kerak bo'lsa paytida qilib turaman. Akam asosan razgon bilan ishlaydi. Lekin hech ko'rganmisizlar ularni kimgadir razgon targ'ib qilganini? Ya'ni siz razgon qiling, $200 depozitingiz bormi? Tashlang, ko'taring, nimadir bo'ladi, ishlang. Unaqa demagan hech qachon. Lekin internetda chiqib qolgan yosh bolachalar, hali sohaga endi kirib kelgan bolachalar to'ppa borib sizlarni e'tiboringlarni nima bilan tortishi biladi. Sizlarni e'tiboringlarni bankka boradi, bir qarindoshidan pul olib turib viza kartaga, endi viza kartani yechib olish, bank imенно o'zini bankidan yechib olishga foiz yo'q-ku. Qarindoshidan pul olib turadi, mana $10,000 yechib bering, $20,000 yechib bering deb achkiga video oladi internetga qo'ydi, mana prosmotr. Sizlar voy bu savdogar ekan deb o'ylaysizlar. U g'alati narsa. Mana o'zimizda ham balkim yaxshi hayotda o'z o'rni bor, yaxshi natija qilgan, 5-6 ta uyi, 5-6 ta mashinasi bor qarindoshlarimiz yoki tanishlarimiz bordir. Va agar siz просто ularni ko'rsangiz, ular qanaqa videolar, balkim ular Instagram ishlatmaydi. Nima uchun? Chunki ular biladi juda yaxshi, to'g'ri, natija vahimali bo'lsa, u katta ehtimol bilan yolg'on. Yaxshi natijalar har doim tinch bo'ladi va sekin bo'ladi. Ya'ni rus tilida shunaqa termin bor, men bu narsani juda ko'p ishlataman, bolalarimiz biladi bu gapni. Счастье и деньги любят тишину degan gap bor. O'sha narsani eshitgansizlar, balkim sizlar ham, ya'ni pul va baxt tinchlikni yoqtiradi. Bu haqiqat, bu narsadan qocha olmaymiz. Tushuntira olaman sizlarga. Xo'p, razgon uslubi bu o'sha juda katta hajm bilan ishlash, lotlar haqida kapitalda hech qanaqa himoya qilmasdan savdo qilish, tizim yo'qligi, qarorlar emotsiyalar bilan ochilishi,
Nega odamga yoqadi bu narsa? Nima uchun hali ham ko'pchilik razgon qiladi? Chunki tez natija qila olaman deb o'ylaydi. O'zi hech qachon qilmagan tez natija, lekin qila olaman deb o'ylaydi. Nima uchun? Chunki aytib o'tganimdek, yosh bolacha, hali yaqinda kirib kelgan bog'cha bolasi nimaga chiqib olib, bankka yoki qanaqadir bir internetga, YouTube nimaga chiqib olib, Instagramga chiqib olib, o'zini razgon yo'nalishini targ'ib qiladi odamlarga. Mana shunaqa ishlanglar, sizlar ham menga o'xshab ko'p pul topasizlar deydi. Odamlar unga o'xshashlikka harakat qiladi. Mana nima uchun odamlar tez natijani xohlaydi. Hech qachon ularda tez natija bo'lmagan. Hech qachon tez natija bo'lmagan. Lekin har safar o'xshab qolar, mana men bola mashina olyapti, mana men bola uy olyapti degan gaplar bilan o'sha uslubni o'rganishga harakat qiladi. Lekin u odamlar, u bolachalarda 99% hayoti yolg'on bo'ladi, fake bo'ladi. Uy amakisiniki yoki qanaqadir bir tanishiniki, mashina arenda yoki kerak bo'lsa boshiga $10,000 to'lanib olingan mashina bo'ladi. Короче, shunaqa bu ichki anusida, bu ichki sekretlari. Xo'p, siz qayerdan bilasiz? Nima sizlar ham shunaqa qilganmisizlar desanglar, yo'q, men qayerdan bilaman? Men u insonni juda yaxshi taniyman. Tanimasam ham через juda yaxshi eshitganmiz va bilaman shu narsani. Men ismini aytmayman kimligini, shu sababdan bu yerda hech qanaqa g'iybat yoki kimdir yomonlash niyatim yo'q. Bu prosta fakt. Ya'ni sizlar aldamayotganinglarning asosiy faktlardan biri. Va yana bitta narsa, yomon narsa razgon uslubini bu o'zini hammasini tushundim deb o'ylashi mumkin. Ya'ni razgon qilayotgan odam har bittasidan endi foyda qiladi-yu, endi tipa zarar qilsa shu toqadi, foyda qilsa bozor foyda beraveradi. O'sha payt hammasini tushunib yetdim deb o'ylaydi, ya'ni tipa bozorni boshqaryapman degan xayollar bilan savdo qiladi. Ya'ni bozorda nazorat qilyapman degan hislar bilan ishlaydi va bu esa juda xunuk narsa, bu kazino bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, agar tez o'sish uchun hammasini xavf ostiga qo'ysangiz, siz treyder emassiz. Ya'ni tasavvur qiling, siz oylar, haftalar davomida pul yig'dingiz va o'sha yig'gan pulingizni bitta dona harakatingiz uchun yo'q bo'lib qoldi. Bitta qilgan riskingiz uchun yo'q bo'lib qoldi. Bu juda xunuk narsa-da bu narsa. Siz nima qilishingiz kerak? Siz bitta xatoyingizda, ya'ni xato qilishga haqqingiz yo'q emas. Nima uchun? Chunki biz insonmiz. Bizda xato kamchiliklar bo'ladi. Biz o'sha xatoyimizda hammasini yo'qotmasligimiz kerak. Mana shu narsani o'rganishimiz kerak. Tushuntira oldimmi? Mana ko'pchilikda trading qimor yo'q bolalar. Mana trading qimor emas, savdo uslubingiz qimor bo'lishi mumkin. Bu ikki xil narsa. Bu savdo uslubingiz bilan tradingni umuman aralashtirmanglar. Savdo uslubini xohlagan odam o'ziga to'g'rilab oladi, tanlab oladi o'ziga. Lekin trade tanlab bo'lmaydi. Trade bitta narsa, lekin savdo uslubini tanlash mumkin. O'shaning uchun trading hech qanday qimor joyi yo'q uni. Lekin sizda ishlayotgan uslubingiz, siz qilayotgan savdo qimor bo'lib qolishi mumkin. Va topilayotgan daromadingizni to'g'ri-noto'g'riligi ham buni ichida kirib ketadi. Tushuntira oldimmi sizlarga? Nimaga boshda pul topish oson bo'ladi? Balkim o'zimiz, balkim qanaqadir tanishlarimiz birinchi boshda yaxshi bitta tap etib pul topib qo'ygan bolalar bo'lishi mumkin. $2,000 foyda qilib qo'ygan bolalar bo'lishi mumkin-da. Men bu narsani noto'g'ri deb bilmayman. Omadi kelib qolgan, lekin men aytganimdek, boya ham aytdim, 19 ta odamni o'ylash kerak degan gapim va mana bu mavzuda sizlarga chuqurroq tushuntirganman. Boshlanishida bozor foyda berishi mumkin. Bu normal holat. Odamlarning omadi kelib qolishi mumkin. Bu normal holat-da bu narsa. Bir nechta omadli savdo bo'lib qolishi mumkin. Ishonch tez oshadi bu narsadan. Ya'ni, o'xshavotdi-yu, zo'r ekan-u deydi-da. Miyada nima bo'ladi? O'zini ortiqcha baholash, ya'ni, men zo'r ekanman, men shu soha uchun tug'ilgan ekanman, men bitta ekanman degan xayollar. Va mana shu xayollar, men bitta ekanman degan xayollar, men bozor uchun tug'ilganman degan xayollar 95% odamda bo'ladi. Menda ham bo'lgan bu xayollar. Men ham o'tganman bu yo'llardan. Agar men o'tmaganimda bu yo'llardan, men sizlarga bunaqa detalni tushuntirib bera olmasdim bu narsani. Ya'ni, o'zini hayotida o'tkazib ko'rgan odam tabib bo'ladi deydi-yu, shunaqa narsa-da. Riskka e'tibor bermasdan ishlash, yana qilaman, yana qila olaman va bugun qilganman-u degan narsa bilan shunaqa fikr bilan savdo qilish. Bu juda yomon narsa bu. Bu noto'g'ri odatlarni shakllantiradi. Ya'ni, mana shu xayollarni chiqara olmasangiz, katta pullarni o'ylay qolasiz. Muhim narsa nima? Eng xavfli foyda qanday olganini tushunmagan foyda hisoblanadi. Ya'ni, tasavvur qiling, siz tap etib foyda oldingiz, tap etib daromad qo'ydingiz va o'sha daromadingizni qayerdan kelganini tushunmay qoldingiz. Mana shu narsa juda xavfli narsa. Ertaga sizlarni shunaqa qarzlarga, shunaqa muammolarga kirgizib qo'yadi. Agar mana shu gapimni eshitib turib, mana shu gaplarim hammasiga amal qilmasanglar, mana shu narsalarni oldindan mana shu ustoz aytgandilar mana shu narsani to'xta, men yig'ishtiray bu narsani deb to'xtamasanglar, keyinchalik sizlarni hammaga bir xil bo'lgan taqdir kutyapti. Razgon uslubi qanday tugaydi? Ya'ni hammaga qiziq razgon uslubi tugashi. Yakun doim bir xil. Risk managementsiz mana to'xtanglar. Men bu narsani hozir bundan oldin bitta narsa tushuntirib bermoqchiman. Mana razgon qilayotgan insonlar, misol bilan $500 tashadi. U qancha pul topa oladi? Qancha topa oladi? Patologiya qancha uni? 50 ming, 100 ming emas. 50 ming, 100 ming topa olmaydi. 5 ming topa olmaydi. Adashib bo'lib qolishi mumkin. 1-2 marta, oyda 1 marta, 2 oyda, 3 oyda 1 marta bo'lib qolishi mumkin adashib. Lekin stabilniy topish uchun, har doim topish uchun u $500 qancha ko'tariladi? 1000, 2000 uzog'i, undan oshmaydi.
ming 2000 ko'tardi ham deylik, mana omadli razgonchi ko'tardi ham deylik. Lekin mana shunaqa razgon qilayotgan odam, sizlar просто logично o'ylab ko'ringlar. Bunaqa razgon qilayotgan odam 50 ming, 100 ming dollar haqida o'ylaydimi? 1000, 2000 topayotgan odam 50 ming, 100 ming dollar haqida o'ylaydimi? Yo'q, unaqa pullar haqida o'ylamaydi. Ya'ni nima uchun o'ylamaydi? Chunki juda yaxshi biladi, u ishlatayotgan uslub bunaqa summalarni topa olmaydi u. U 1000, 2000 topadi, o'zini kunlik rasxodlarini qoplash uchun topishi mumkin. Lekin katta natijalarda u hech qachon miyasiga qabul qilmaydi. Lekin trade soha nima uchun bu narsa bunaqa? Chunki O'zbekiston shunaqa tarqatib qo'ydi bu sohani. Ya'ni O'zbekistondagi o'sha insonlar. Trade sohasini agar o'zi tegini o'qisak, kuchli savdogarlar qancha pul topishadi? Milliard dollar topgan pul treyderlar bor. Bizda ishlayotgan o'sha forex bozorida ishlab bir kunda 1 milliard dollar topgan treyder bor. Bir kunda 3 milliard dollar topgan treyder bor. Milliardlar haqida gapiryapman. Даже men million qaranglar, biz hozir million haqida ham gapirmadik. Boya gapirdik nimani? 50 ming, 100 ming haqida gapirdik. Lekin men bittagi savdogarlar 100 million, 1 million, 10 million, 1 milliard, 10 milliard dollarlab pul topishyapti. Mana bu asosiy maqsad qanaqa bo'lishi kerak. Ya'ni biza o'rganayotgan uslub bilan mana qaysi ma'noda tipa mana ko'pchilik treyderlar ishlayotgan mana razgon uslubi bilan ular katta natijani o'ziga orzu niyatlar qila olmaydi. Nima uchun? Chunki ular juda yaxshi biladi, to'g'ri ularning imkoniyati yetmasligini. Lekin stabilni ishlab odam bunaqa katta niyatlar qilsa bo'ladi. Nima uchun? Chunki u tasavvur qilinglar, prosta logично o'ylanglar. Men keyingi slaydlarda bu narsani tushuntirib beraman. Misol natijani qo'yasiz, o'sha narsani natija har doim bo'lyapti. Sekin kapitalizmda o'sha nollarni ko'tarib boraversangiz, tipa misol 1000 dollarda ishlayapsizmi va o'sha 1000 dollarda aytaylik 100 dollar daromad qildingiz. Kam, to'g'ri bilaman. Lekin o'sha 1000 dollarni sekin 10 ming qilsangiz, natijangiz 1000 bo'ladi. Sekin 100 ming qilsangiz, natijangiz 10 ming bo'ladi. Mana sekin o'sha kattalashyapti, ko'ryapsizlarmi? Bizani ishlash uslubimizda, men sizlarga tushuntirayotgan uslubda katta summalar haqida o'ylasak bo'ladi. Ya'ni 50 ming, 100 ming, 200 ming, 500 ming dollar haqida o'ylasak bo'ladi. Lekin razgon uslubida bizani patologimiz bor yo'g'i 5 ming, 10 ming dollar. Undan oshiq emas. 20 ming, 30 ming topayotganlar bor-ku desanglar, qancha depozit bilan unaqa daromad qilishyapti? 10 ming dollar bilan. Men 500 dollar haqida gapirdim. Tushuntira olaman sizlarga? Xo'p, razgon uslubi qanaqa tugaydi? Hozir men bu mavzuga ozgina keyingi slaydlarda gapirib beraman. Razgon uslubi qanaqa tugaydi? Yakun har doim bir xil, tugash har doim bir xil. Risk managementsiz har qanday uslub baribir oxiri sizlik bilan tugaydi. Bir nechta minus savdoni yiqitadi. Ya'ni bunaqa ishlar uslub bilan razgon bilan ishlayotgan odamlarga bor yo'g'i bitta zona, nari borsa ikkita zarar yetadi. Ikkita zararda o'sha odam oqadi, yo'q bo'ladi. Bugun o'xshamam, ertaga kiraman degan gaplar bilan boshlaydi o'zini ovuntirishga. Nazorat yo'qoladi, ya'ni o'zini akkauntlarini boshqara olmaydi. O'rnini to'ldirishga harakat qiladi. Tipa zarar qilib qo'ydi, endi uni qaytarib qo'yishim kerak deb harakat qiladi va oxiri yana minus bilan tugaydi. Mana sizlarni har doim bir xil bo'lgan yakun tugash. Asosiysi bozor hech qanaqa xatoni kechirmaydi. Ya'ni bozor xatolar qilyapsizmi, bozor sizni kechirmaydi. Bozorga siz pul bilan to'laysiz. Agar siz sportsmen bo'lganingizda sizni urib tepib tarbiyalashadi. Ya'ni urib tepib to'lardingiz bu narsani. O'zingizni sog'lig'ingiz bilan, o'zingizni o'sha joylaringiz og'rishi, travmalar bilan to'lardingiz xatolaringizda. Agar siz aytaylik yana qanaqa sohalar bor. Agar siz ustachilik bilan shug'ullanganingizda o'sha zarar qilgan, o'sha o'tga qilgan materiallaringiz yoki o'xshamay qolgan proyektlaringiz bilan to'lardingiz xatolaringizga. Biz savdogarmiz, biz pul bilan savdo qilamiz. Shu sababdan biz bu narsaga pul bilan to'laymiz. Tushuntira oldimmi? Bizani boshqa sohalar bilan xato qilishlarimiz bir xil. Lekin to'lashimiz ham bir xil bu narsa. Biz pul bilan to'laymiz bu narsani. Esingizdan chiqmasin bu narsa. Muhimi, depozitni bozor emas, risk nazorat qilmaslik yo'q qiladi. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Ko'pchilik o'ylaydi, bozor cho'ti yomon ekan-da, bozor bugun g'alati holatda, depozitim oqib ketdi, depozitim yo'q bo'lib qoldi degan. Yo'q, bolalar, depozit bu narsa slip qilmaydi. Bu narsani yig'ishtiramiz bu fikrlarni. Depozitda riskni nazorat qilmaslik yo'q qiladi. Esingizdan chiqmasin bu narsa. Ya'ni mana qaranglar, primer keltirganman. Сделка ochildi, tab 500 dollar minus bo'ldi. Voy deb endi zarar qilib qo'ydi, 500 dollar joyiga qaytarib qo'yish kerak. U odam nima deb ko'rdi o'zi? 500 dollar foyda qilaman deb ko'rdi, lekin zarar qilib qo'ydi. Voy deb joyiga qaytarishim kerak deb yana kiradi. Bozor ozgincha 300-400 dollar minusdan qaytdi-da, 100 dollar foydaga o'tdi, tap etib yopib yuboradi u. Keyingi сделкani ham ochadi, endi 400 dollar qoldi, 400 dollar qaytarish kerak. Keyingisini ham tap ochadi, уже 1000 dollar minus bo'ladi. Mana shu narsa yo'q qotadi zarar. Agar har bitta сделкаga bir xil risk, bir xil foyda bilan ishlaganda edi, shoti bunaqa darajada oqib ketmasdi, bunaqa darajada silib bo'lmasdi. Bu asosiy faktlardan biri hisoblanadi. Va bu yerda men ikkiga bo'lganman farqlarini. Razgon. Tez pul qilish istagi,
katta risk, ko'pincha 10-50% risk bilan savdo qilish, stop loss yo'q yoki e'tiborsiz, umuman stop loss qo'ymaslik, omadga ishonish, ya'ni omadim kelsa degan gapga ishonish, omadga ishonib qolish, emotsiya bilan qaror qabul qilish, 1-2 marta ishlashi, o'ziga ortiqcha ishonch paydo bo'lishi, riskni tobora oshirishi, bitta xato depozit 0 ga teng bo'lishi, oxiri deyarli har doim depozit 0 bilan tugashi. Bu tizim emas, bu nazorat emas, bu qimor, bu haqiqatan qimor. Mana omadga ishonishi, bitta xato orqali hammasi yo'qolib ketishi, bu nima bu? Bu nima? Qimor bu. Topayotgan pulinglarni seryoznligiga e'tibor bermaysizlarmi? O'sha daromad qilasizlar, oylik olib kirasizlar. Ya'ni mana shunaqa daromad qilib oylik olib kirasizlar. Nima uchun? Chunki topayotgan pulim to'g'ri-ku, bu noto'g'ri, bu narsani ko'ring. Bu narsani men gapirmayapman, bu narsani men o'qiganman. Bu narsani yozinglar xohlagan joylarga. Hozir yolg'on gapiradigan paytlar emas. Men o'zim o'quvchilarimga ham bu gapni aytaman. Men qo'rqmayman bu narsadan. Nimaga? Chunki men yolg'on gapirmayman sizlarga. Bu haqiqat. Yozinglar, telefoninglar bor qo'linglarda. Yozinglar, mana shu uslubda trading qaysi vaziyatda qimor bo'ladi, qaysi vaziyatda harom bo'lib qoladi topayotgan pullarimiz deb yozinglar o'sha narsani. Ko'rasizlar u yerda. Mana shu narsalar aytilgan. Agar bitta xatodan hammasini yo'qotib qo'ysangiz, omadga ishonsangiz, razgon uslubi bilan mana shunaqa uslub bilan ishlasangiz, bittangizga ko'p risk qo'yarsangiz, demak topayotgan pulingiz noto'g'ri bo'lib qoladi. Sizlardan chiqmasin bu narsa. Va stabil savdoning foydali taraflari. Asta lekin barqaror o'sish, ya'ni sekin-sekin stabilni o'sish. Har savdoda kichik riskovat qilib, ya'ni bitta zelkada polni yo'qolib qolmaslik. Aniq kirish va chiqish qonun qoidalari bor. Stop loss majburiy, ya'ni ishday qabul qilyapsiz buni. Harakatlar oldindan rejalashtirilgan, ya'ni o'sha foydalaringiz, zararlaringiz oldindan plan qilib qo'ygansiz buni. Foyda vaqt bilan yig'ilishi, ya'ni sekin-sekin bugun zarar va ertaga foyda qilaman, sekin-sekin oyda oxirida yoki yilda oxirida yoki yettilik haftani oxirida yaxshigina daromad bilan chiqib ketish. Minuslar nazorat ostidaligi, ya'ni minus qilsangiz siz zararingizni kontrol qila olasiz bemalol. Ya'ni men sizni o'zingiz cheklab qo'ygan minuslarimiz bor. Depozit tap etib yo'q bo'lib qolmaydi. Emotsiya bilan emas, tizim bilan ishlash. Ya'ni omadga ishonmasdan siz o'zingiz vazifangizni bajarishingiz. Tipa, bugun o'zingiz o'sha vazifangizni bajardingiz va bugun o'xshamadi. Yani normal deysiz, chunki akkaunt yo'q emas u, akkaunt turibdi joyida, prosta bugun zarar qilasiz. Ertaga o'sha zararingizni 2 barobar qoplaysiz. Tushunyapsizmi mana shu narsa? Bu yerda omad yo'q bu yerda. Bu siz omadli odam bo'lmayapsiz bu yerda. Bu professionallik, bu uzoq muddatli ish, soha. Bu real natija, bu haqiqatan ham. Men bu gaplarni qayerdan olganman bolalar? Men bu gaplarni eski trading kitoblardan, eski treyderlardan, eski tajribali savdogarlardan olganman bu gaplarni. Va qachonki men fikrlashimni mana shunaqa tarbiyalaganimdan keyin daromad natija qilishlarim ancha tezlashgan. Bu haqiqat, bundan qocha olmaymiz. O'zimizning mashinalar, uylar bilan aldashimiz mumkin, qaysidir ma'noda o'sha Instagramdagi videolar bilan. Lekin agar mana shu narsani hozirdan o'zingizlarda tarbiyalamasanglar, ertaga qiynalib qolasizlar, ertaga juda katta muammolarga kirib qolasizlar. Mana men aytdim deysizlar. Asosiy glava. Men bu sohaga kirib kelishim. Mana endi sizlar bilan tanishish boshlandi. O'zi boshida ham tanishganmiz, endi bu yerda detalliroq, chunki meni baribir bu sohadan o'tgan yo'llar hammaga qiziq bo'ladi. 2020-yil Pabugon juda keng tarqalgan vaqtlar. Esingizda ko'pchiliginglar. Men endi biz yoshmiz, hali ham yoshman. O'shaning uchun o'zimizga taalluqli bo'lgan gap aytaman. Qiziqishim juda katta bo'lgan, karantin bo'lgan paytlari. Kibersport yo'nalishida yaxshi natija qilaman deb turnirlarga qatnashib yurardim o'sha paytlar. Lekin bu sferada tez o'ladigan soha edi, bilasizlar o'zingizlar juda yaxshi. Bu ham tez o'ladigan, ham juda ko'p kasalliklarni chaqiruvchi sfer sohalardan biri. Nimaga desanglar, telefonda, kompyuterda o'tiraverib, kompyuter emas, telefonda o'tiraverib 10-15 soatlab telefonda o'tirishga to'g'ri kelardi. O'sha o'yin o'ynab, gruba gapirib zombie bo'lib qolardim. Misol, uydagilarim men bor magazinga chiqib ketsa, asabiylashib, to'xtang, o'yin o'ynayman, o'yinni pauzaga qo'ymayman deb ularni ham qo'yinni og'ritib qo'yardim. Mana shunaqa narsalar bo'lardi va bu narsadan ko'p bolalar o'tgan mana shu etapdan, ko'p oramizda ko'p insonlar o'tgan bu etaplardan. 2021-yil oyim bunaqa harakamni ko'rib tez to'xtatish kerakligini tushunganlar va harakat qilganlar mana shu narsani to'xtatishga, ya'ni o'yinlarni o'chirib tashlashga, telefonni olib qo'yishga. Lekin ularga juda ko'p qo'yinni og'ritganman, ularni qaysidir ma'noda asabiylashganman, ularga baqirgan bo'lishim mumkin. Endi yosh bo'lganmiz, aqlim bo'lmagan. Ota-onani qaysidir ma'noda hali din tarafli bunaqa kuchli ham bo'lmaganman. Ya'ni hozir ham bunaqa kuchli emasman, lekin seryozni qarayman bu narsaga. Va o'sha payti yosh bo'lganmiz baribir. Keyin oyim majburlab mana shu trade sohasiga olib kirganlar. O'zi ham savdo qilardilar. O'zi ham o'sha savdo qilib boshlaganlar. O'sha 20-21-yil savdoga kirib kelganlar-da o'zlari ham. Qaryaptilar, men mana shunaqa bekorchi bo'lib qolganim uchun meni bu sohaga olib kirishga majburlab. Men boshida ularga juda qarshi chiqqanman. Bo'lmaydi, menga yoqmaydi. Men o'yin o'ynayman, men mana shu natija qilaman. Siz men yoqadigan narsani qilmaysiz degan asabiylashganmiz paytida. Keyinchalik tushunib yetganmiz, to'g'ri haqiqatan ular to'g'ri yo'lda aytgan ekanlar, menga to'g'ri maslahatlar bergan ekan.
Men boshida qarshi turganman, keyin bir ikkita videolarni ko'rib, shu bilan qiziqishim uyg'onib ketgan bu sohaga, keyin dalishga ketganman. Nima uchun oyim menga o'rgatishni boshlagani? Chunki o'zlari endi yoshi katta bo'lgani uchun, men yoshroq va tezroq natija qilishimga uверен bo'lib, "Sen o'rgana qol" degan narsa bilan aytib ketganlar. 2022-yil, 21-yil polniy 1 yil davomida men bilimlar olishga harakat qildim. Tradingga patternlar, bular hamma narsani o'rganishga harakat qildim. 2022-yil boshqa mavzular foydasi bo'lmagani uchun men SMT yo'nalishini o'rganishni boshladim. Bitta komanda bilan birga o'rgandik va men oxirigacha olib ketdim bu uslubni. Ustoz bo'lmagani uchun har bitta mavzuni o'zim yig'ardim. Tipa bitta ishlatardim, bozorda ishlamasa yana yangiroq narsa qo'shardim yoki o'chirardim. Shunaqa narsalar bo'lardi va har bitta o'rgatayotgan mavzuyimni, masalan, men sizlarga o'rgatayotgan darslarimni ham kerak bo'lsa 2-3 oylab yig'ganman. Mayda-mayda, parcha-parcha, kusochkalab yig'ganman-da. O'zim bilgan o'sha seryozni qiyin mavzular bor, ularni men 4-5 oylab yig'ganman u darslarni. O'shaning uchun men bu sohada o'zim o'rganganim uchun ozgina qiynalganman bu sohada va kimgadir o'rgatishim ham o'shaning uchun ancha tezroq bo'ladi. Chem ustoz ko'rgan odamdan ko'ra. 2024-yil olgan bilimim va 3 yillik mehnatim sekin-sekin o'z natijasini berishga boshlagan. Hamma narsa, pullar, luxury hayot, chetga aylanishlar, hayotdagi katta maqsadlarim, katta tanishlarimiz, 500 dan ortiq o'quvchilar, hamma sekin-sekin paydo bo'lishni boshladi. Va hayotim уже ancha 180 gradusga o'zgarishni boshladi bundan keyin. Va mana shu qaysidir ma'noda bu yerda mana 4 yil, hozir mana 26-yil, уже mana по сути qaralganda 6 yil bo'ldi. O'zi sohaga kirib kelganimga 5 yildan oshadi, xudo xolasa. Вот 5 yil davomida men nima qilganimni sizlarga tushuntirib bera olmayman. Mana shu dars ichida, mana shu hozir sizlar bilan o'rganayotgan mavzuyimizda bittadan mana shu 25-darsimizda ichida men 5 yillik fikrlarim, 5 yillik xatolarim, 5 yillik to'g'rilagan ishlarimni mana shuni ichida tushuntirib bera olmayman sizlarga. Bu sohada yagona ustozim bu onam bo'lgan. Men bu narsani hech kimdan yashirmayman, men bu narsadan uyalmayman. Haqiqatan mening ustozim onamlar bo'lgan. Mening oyim bu sohada menga ustozlik qilganlar. Men boshqa ustoz ko'rmaganman, men hech kim o'qitmagan, men o'zim o'rganganman. Akam keladigan bo'lsak, akam meni hayotdagi insonim, hayotdagi yo'l ko'rsatuvchi shaxs, ya'ni yo'l ko'rsatuvchi eng yaqin odamim. Men hozirgi o'zimda hayotimda eng yaqin bo'lgan insonlardan biri akam bo'ladi. Men ulardan tarbiya olaman. Meni akam bu. Ular menga kim bilan qanaqa gaplashishni o'rgatganlar, ular ko'chada qanaqa yurishni, hammasini o'rgatganlar. Hammasini, ko'chada turishim, hamma narsani ulardan o'rganganman. Lekin sohada mavzularimda ular o'rgatmagan. Sohada mavzularimda o'zim yillar davomida o'rganib kelganman. Ulardan psixologiya taraflama tarbiyalashni olganman. Ulardan dunyo qarash, hamma taraflama akamdan juda ko'p ma'lumotlarni olganman. Xo'p. 17 yoshimdagi qilgan katta xatoim. Atrofimda qimorbozlar yig'ilganini bilmaganman. Ularga o'xshashga harakat qilardim. Men fake hayot, kreditga olingan mashinalar, men boya aytib berdim-ku. Men o'zim ham bu narsalarga aldanganman-da. Men ham sizlarning o'rninglarda, sizlarning joylarda bo'lganman. Men ham aldanganman bu narsalarga. Va meni shunaqa narsalar bilan aldashga harakat qilishgan va ishonganman bu narsaga. Shu insonlarning tajribasi katta deb o'ylaganman. Bu 17 yoshimdagi paytim. Bu hali boshlanishi ekan. 17 yoshimda ahmoqlik qilib $10,000 dan oshiqroq pulni bozorda silif qilganman, yo'qotganman. Va asosiy sabablari sohani o'yin deb olish, ya'ni o'xshab qolsa foyda qilaman deb o'ylash, risklarni boshqarmaslik, bilimim bilan yoraman deb o'ylash. Shunaqa fikrlar bilan ishlab, men shunaqa zararlar qilganman. Bu men sohaga kirib kelgandan keyin 2,5 yil o'tgandan keyingi narsalar bu. Xo'p. Ko'p bilim olsam, ko'p pul topaman deb o'ylaganman, deyman. Menda mana shunaqa fikr bo'lgan. Ya'ni ko'pchilik bir xil xatoni qiladi. Men ham sizlarning oranglarda bo'lganman. O'ylaydi, ko'proq o'rgansam, ya'ni ko'proq strategiya o'rgansam, ko'proq bilim olsam, men ko'proq pul topaman deb o'ylaydi. Yo'q, bolalar, bu juda yomon narsa. Undan keyin boshlanadigan narsalar juda xunuk narsalar. Bitta strategiya, keyin yana bittasi o'rganadi, yana bitta strategiya o'rganadi, yana bitta strategiya o'rganadi, keyin indikator qo'shadi unga, keyin qanaqadir signallar qo'shadi. Oxirida nima bo'ladi? Slip, ya'ni oxirida slip bilan tugaydi. Depozit slip, har doim slip. Tashiydi oqadi, tashiydi pul yo'qoladi. Mana shunaqa narsa. Bilasan, lekin umuman ishlata olmaysan. Tipa hamma narsa miyangizda bor, lekin hech qaysini ishlata olmaysiz. Nima uchun? Chunki juda ko'p narsani bilganingiz uchun. Sizni o'zi to'g'ri qiladigan yo'lingiz nima bo'lishi kerak edi? Bitta narsani o'sha bilan dalishib borish. Lekin siz bu narsani qilmagansiz nima uchun? Chunki siz bu gapni ko'pchilikdan eshitmagansiz-da. Tushunasizmi? Sizga strategiya qiziqroq bo'lib qolgan o'shancha. Ya'ni sizni aniq yo'l beradigan odamingiz bo'lmagan. Tugash qanaqa bo'ladi? Tradingda pul eng ko'p bilgan odamga emas. Bitta narsani to'g'ri qilib, qayta quvurib, xatolar ustida ishlab, sekin-sekin har kun takrorlaydigan odamga keladi. Mana shu narsa sizlardan hech qachon chiqmasin. 2-3% daromad kammi? Boya men gapirdim bu gapni. Yo'q, muammo foizda emas.
Rostini aytaymi, ko'pchilik 2-3% ko'rib kuladi. Men ham kulardim paytida. Menga yetmaydi bu pullar deb. Bu bilan qachon ko'p pul topaman degan xayollar boshlanadi. Lekin savol umuman boshqa joyda. 2-3% siz stabilni qila olasizmi? Ya'ni o'sha 2-3% topgandan keyin o'shani ushlab qola olasizmi bozorda? 1 hafta davomida, 2 hafta, 3 hafta davomida ushlab qola olasizmi? Agar yo'q bo'lsa javobingiz, muammo sizdagi anuda emas, 2-3% emas, muammo o'zingizda bo'ladi. O'sha narsa sizdan chiqmasin. Haqiqat oddiy bu sohada. Katta kapital plus kichkina foiz bo'lsa, katta daromad olasiz. Ya'ni 100 ming dollarga yetaylik 2% topsiz, 100 ming dollar 2% o'sha 2 ming dollar degani. Va bu narsani siz bir haftada qiling, o'sha haftasiga 2 ming dollar bor degani. Tushunyapsizmi? 100 ming dollarni qayerdan olaman desiz, bolalar hozir vashi bahonalar yaratadigan payt emas. Hozir sharoitlar juda katta. Prop yo'nalishi bor. Mana men prop trade'da ishlayman. Prop tradingda siz 100 ming dollarlik kapitalni bor yo'g'i 450 dollarga sotib olasiz. 450-500 dollarga sotib olasiz. Va har hafta 2 mingdan yeysiz, bu zo'r bu. Asosiy muammo u emas. Nima uchun ko'pchilik qila olmaydi hozircha? Chunki ko'pchilik miyasi hali ham zaharlangan. Ya'ni bu darsni ko'rmagan. Bu darsni ko'rgandan keyin miyasi sekin to'g'rilanishni boshlaydi. Ko'pchilik miyasi qanaqa? 500 dollar tashab trade qilaman deb, razgon qilaman deb, men o'sha 500 dollarni 700 ming dollar qilaman deydi. Shunaqa xayollarda ishlaydi. Xo'p, professionallar qanaqa o'ylaydi? Professional savdogarlar, mana biz yoki boshqa kuchli savdogarlar, ular qanaqa qilib ko'paytirish haqida emas, qanaqa qilib saqlab qolish haqida gap o'ylashadi. Ya'ni qanaqa qilib o'sha topgan daromadimni saqlab qolaman va o'shani sekin-sekin ko'tarishga o'ylayman degan narsani, o'sha narsaga harakat qilishadi. Trading bu ish. Qachon shuni tushunib yetsangiz, pul topishni boshlaysiz. Ko'pchilik tradingda tez pul qilish yo'li deb o'ylaydi, lekin rostini aytganda bu ish. Ish nima degani? Ishda reja bo'ladi, tartib bo'ladi, intizom bo'ladi, natijani qayta-qayta takrorlaysiz. Agar shuni tushunsangiz, riskni boshqarishni o'rganasiz, emotsiyalarni nazorat qilishni boshlaysiz va tizimli ishlashni boshlaysiz. Shu paytdan boshlab pul kelishni boshlaydi. Agar sizlar hozir daromad qilamayotgan bo'lsanglar, hosiladan sohada pul kelmayotgan bo'lsa, demak mana shu narsalarga e'tibor bermaysizlar, mana shu narsani haqiqat deb qabul qilmaysizlar. Qachon mana shu narsani qabul qilishni boshlaysiz, shunda sekin-sekin daromadlaringiz ko'rinaveradi. Bozor biz o'ylagandek sodda emas. Trading bu oddiy pul ishlash yo'li emas. Bu tajribalilar jang maydoni. Kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. Retail 100% hamma broker bilan orqali ishlaydigan savdogarlar, bu treyderlarning ko'pchiligi qarshi tomonida banklar, hedge fondlar, algoritmik tizimlar, kitlar turadi. Ya'ni bizaga qarshi mana shu katta-katta o'yinchilar turadi. Biz mana shularni yo'lidan, izidan bular qaysidir ma'noda tashab ketgan ushoqlarini yeb daromad qilishimiz kerak. Va bular tashab ketgan ushoqlar bolalar o'sha 100-200 ming dollar haqida gap ketyapti. Chunki bularning o'zlari juda katta daromad qilishadi. Ular pullarni qayerdan olishi, qayerdan stoplarni qanaqa olishi, psixologiyalarni qanaqa sindirishni juda yaxshi bilishadi va bu narsaga erishadi ham. Yangi boshlovchi esa patron qidiradi, indikatorlarga ishonib boshlaydi, kechikib kirishib yoki shoshib kirib, shunaqa narsalar boshlanadi va xulosa nima bo'ladi? Oxirida siz baribir sliv bo'lasiz. Nimaga? Chunki siz mana shu katta o'yinchilarga qarshi chiqyapsiz. Siz bularga aqlliroq ishlashingiz kerak. Mana men boshdan sizlarga bu darslarni o'rgatib keldim. Qanaqa uslubda o'rgatdim? Kitobdagi yoki trading, bu darslarni ko'rgansizlar. Mana shu 24 darsimizni qayerdadir ko'rgansizlar. Lekin bunaqa uslubda, bunaqa tushuntirishda hech kim ko'rsatmagan. Nimaga? Chunki aqlli ishlatishda muhim gap. Muhim gap aqlli mavzuda emas, o'sha mavzuni aqlli ishlatishda. O'sha narsa ichingizdan chiqmasin. Ustozsiz kirish bu juda bir katta jang maydoniga hech qanaqa tayyorgarliksiz, hech qanaqa bir trenirovkasiz chiqishdi. Bu juda xunuk narsa, o'shaning uchun ustoz muhim deb aytaman men. YouTubedan o'rganish 99% holatda tupikka olib boradi. Internetda chex content bor. ICT, SMC, SNR, SND indikatorlar, strategiyalar hamma narsa. Muammo, qaysi biri ishlashi haqida bilmaysiz, qaysi vaziyatda ishlatishni bilmaysiz, qaysi biri sizga to'g'ri kelishini ham umuman bilmaysiz. Qarabsizki, siz juda katta muammoga kirib qolasiz. Natija strategiya sakrashni boshlaysiz. Bugun ishlamayapsizmi, ertaga buni ishlatasiz. Indinga uni ishlatasiz. Shu bilan zararlar orqasiga qo'yilaveradi. Ortiqcha analiz qilib borasiz. Qaror qabul qilmasdan bitta analiz buy beradi, bitta sell beradi. Shu bilan o'tirasiz. Voy, nima qilsam ekan deb. Bu holat analiz paralichi deb nomlanadi. Ustoz nima beradi? Ustoz sizga filtrlangan bilim beradi. Ya'ni mana shuni o'rganing, bu kerak emas sizga. Mana shuni o'rganingda ishlamayaptimi? Ko'proq ishlating. Ishlamayaptimi? Praktika qiling. Ishlash kerak, chunki ishlatamiz shuncha narsani deb aytadi. Konkret model beradi sizga savdo qilishga, bitta yo'nalishda yurishga majbur qilib qo'yadi sizni. Ya'ni sizni qaysidir ma'noda o'zini qo'li bilan boshqarib turadi. Tushunasizmi? Ko'p bilish shart emas, asosiysi to'g'ri bilish muhim degan narsa ham bor bu yerda. O'shaning uchun bu fakt bu. Bundan qocha olmaymiz. Sleeve bu asosiy yo'qotadigan narsangiz emas. Bundan ham katta yo'qotishlaringiz bor. Ko'pchilik o'ylaydi, trade sohasida sleeve bu meni eng asosiy muammolarim deb o'ylaydi. Yo'q, asosiy problema sleeve emas bolalar. Asosiy problemalar undan ham kattaroq. Ko'pchilik faqat depozitni hisoblaydi, lekin aslida yo'qotishlar bundan ham kattaroq. Ya'ni yo'qotilgan depozitlar bu eng kichkinasida, yo'qotilgan vaqt, oylar, yillar
Mana shu narsa esingizdan chiqmasin. To'g'ri 5 yillik odam bizga kelishadi. Mana o'quvchilarim ham bor. To'g'ri 5 yillik savdogarlar, lekin hali ham natija qila olmagan bolalarimiz bor. Tushunasizlarmi? Juda xunuk narsa bu narsa. Psixologik charchoq, ya'ni o'sha sizning miyangiz o'tirib qolgan bo'ladi pastga. Bu juda yomon narsa bu narsa. Ishonch yo'qolishi. Siz trading gap haqida gap ochilganda, siz sразу miyangizga qanaqadir kazino, qanaqadir bir o'xshab qolmaslik degan soha miyangizga kiradi. Bu narsa juda yomon narsa-da. Va eng xavflisi noto'g'ri odatlar shakllanishni boshlaydi. Masalan, revenge trading, ya'ni qaytaraman deb savdo qilish, over trading, ya'ni juda ko'p, haddan darajada ko'proq savdo qilish, impulsiv qarorlar, ya'ni kam o'ylab ochilgan bitimlar. Bu juda yomon narsa bu narsa. Bu odatlarni keyinchalik yo'qotish juda qiyin bo'ladi. Ustoz qiynaladi sizlar bilan ishlashga. Ustozning vazifasi nima? To'g'ri odatni boshida to'xtatadi va to'g'ri fikrlashni quradi sekin-sekin. Siz kurs emas, siz xatolarni kamaytirish tizimini olasiz. Ya'ni to'lagan pulingiz fitna pul bo'lib qoladi. Ishoning, slip qiladigan pullaringiz yonida. Agar ustozingiz tajribali va haqiqiy savdogar bo'lsa, sizni tarbiyalaydi. Agar ustozingizga ham ustoz kerak bo'ladigan bo'lsa, tagida sabr tilayman sizlarga. Bilimi bor 90% traderni pul yo'qotish sababi. Ko'pchilik o'ylaydi, strategiyam ishlamayapti deb o'ylaydi. Lekin sliflarni asosiy sabablari vobshe boshqa narsada bo'ladi. O'zi strategiyasi zo'r bo'ladi, lekin sliflarning asosiy sababi boshqa narsa bo'ladi. Birinchisi, risk management yo'qligi. Bitta trade, bittada zarar bo'lib, katta zarar. Error tushunchasi yo'qligi. Ikkinchisi, psixologiya nazoratsizligi. Qo'rquv, shoshish, erta kirish, FOMO, shunaqa narsa. Uchinchisi, tizim yo'qligi, ya'ni sistema yo'qligi. Aniq kirish, chiqish qonun qoidasi yo'qligi, har safar yangi qarorlar chiqarishi. Mana shu narsa ozgina xunukroq narsa. Bu uchta bo'lmasa, har qanday strategiya ishlamaydi, ya'ni sinadi. Ustoz nima qiladi? Ustoz riskni boshqarishingiz uchun majburlab qo'yadi sizni, ya'ni boshqarishingizni majbur qilib, xato qilyapsizmi, riskni boshqarmayapsizmi, urishadi. Tepada kerak bo'lsa, kelib so'kadi. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Intizomni majburiy qilishga tarbiyalab qo'yadi. Ya'ni intizomli bo'lmayapsizmi, u sizga kerak bo'lsa, aytdim sizga, urib tarbiyalaydi kerak bo'lsa. Sistemani aniq chegaralarini belgilab beradi. Ya'ni sizda mana shu muammo bor, mana shuni tarbiyalang. Sizda bu bor, buni tarbiyalang. Sizda bu bor, bu tarbiyalang deydi. Trading o'yin emas, bu ish. Ishda esa ustoz aniq kerak bo'ladi. Mana 100, 200, 300, minus 400, minus 800 mana shu narsalar sekin-sekin xatolar orqali keladigan narsalar. Mana shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Va bu yerda men ikkita aniga bo'lib qo'yganman. Ustozsiz va ustoz bilan o'rganishni plus va minus taraflari. Ustozsiz. Xo'p, jarayon 10 xil strategiyalar o'rganasiz. YouTube, Telegram, random signal kanallar, har xil Telegram kanallar va har hafta yangi uslubni topib ishlashni boshlaysiz. Vaqt 1 yildan 3 yilgacha, даже 1 yil emas, 2-3 yil vaqtingiz bekor ketadi. Natijasi prosta takrorlanadi. Pul $100 deposit qilasiz, slip. Qaysidir oy yana yig'ib $5 deposit qilasiz, slip. Qattandir yana $1000 topib slip qilasiz, deposit qilasiz, yana slip. Nimaga? Chunki ustoz ko'rmagansiz. Siz o'zingiz o'rgangansiz, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini, sliplarning sababingiz nimaligini bilmaysiz. Bitta slip qildingizmi, o'xshamay qoldi deysiz. Ikkinchi slip qildingiz, o'xshamay qoldi deysiz. Jumla ketaveradi. Ya'ni xatolar ustida ishlash yo'q, aniq javob yo'q. Mana asosiy muammo. O'rtacha yo'qotish $1000-$2000, даже undan ham ko'proq yo'qotasiz. Va oramizda 80% odam xuddi shu etaplardan o'tgan. Natija 90% holatda akkaunt kuyadi, slip bo'ladi. Stabil daromad bo'lmaydi, trading ishlamayapti degan xayollar boshlanadi, fikrlar boshlanadi. Qarabsizki, bu o'sha qimor o'yinga kirib qoladi. Psixologiyada esa o'sha FOMO boshlanadi, ya'ni g'alati fikrlar chiqarishni boshlaysiz, revenge trading boshlanadi sizda, ishonch yo'qoladi sizda va eng katta muammo xatoni o'zingiz ko'rmaydi. Xatolar yillar davomida takrorlanadi, o'sha xatolarda qarabsizki, xatolar ko'ziga ko'rinmaydi va tradingni prosta noto'g'ri yomonga chiqarib qo'yadi. Ustoz bilan esa jarayon bitta aniq sistemani o'qishsiz, chunki ustoz beradi bu tizimni sizga va filtrlangan bilim. Mana shuni o'rganing, bu kerak emas. Buni o'rganing, bu kerak emas deydi. Bosqichma-bosqich harakat qilasiz. Ya'ni bitta etapdan o'tasiz, ikkinchisiga borasiz. Misol, bilimingizni oldingiz, keyin depozit qilamiz. Depozit ham kichkinasini boshlaysiz, keyin kattasiga, keyin yana kattaroq, keyin yana kattaroq, sekin-sekin ko'tarilasiz. Vaqt 2-4 oyda tushuncha olib, ya'ni bilimingizni tushunchasini, sohani tushunchasini olib, sekin-sekin natija qilishni boshlaysiz. Real akkauntda. To'g'ri 12 oy, ya'ni почти 1 yilda уже siz stabilni yondashishni boshlaysiz va kapitalingizni kattalashtirib, уже sekin-sekin yaxshi daromadli kirishni boshlaysiz. Va eng zo'r tarafi bolalar pul taraflama, ya'ni yo'qotishlar minimal, ya'ni siz pul slip qilmaysiz. Nima uchun? Chunki siz ustozingiz aytgan gapiga quloq solasiz-ku. Ya'ni siz akkauntlarni slip qilmaysiz. Nimaga? Chunki ustozingiz trade qilmang deydi. Hali siz mana shuni tarbiyalang deydi. Qachon mana shu etaplardan o'tasiz, keyin depozit qilasiz deydi. O'shaning uchun yo'qotishlar вообще yo'q почти. Risk nazoratda 1-2% risk qilasiz va har bitta zelkaga 1% risk qilganingizda siz nechta popitkangiz bo'ladi akkaunt slip qilishga? 100 ta. O'shaning uchun ham bu yerda risk minimalniydi va kapital saqlanadi. Ya'ni siz sohani seriozli qabul qilasiz. Prosta yoqmaydigan narsa nimada? Internetdagi yaqinda chiqib qolgan treyderlar ko'zingizni o'ynatib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun ularga e'tibor bermasangiz, ularning haqiqat emasligini, fakeligini bilsangiz, sizning yo'lingiz to'g'ri bo'ladi.
tejalgan pul men $2000 akkauntda tejaysiz, даже undan ham yuqori. Mana men aytaman sizlarga 17 yoshimda $10,000 oqizganman. Man agar oldindan ustoz ko'rganimda edi, men o'sha $10,000 saqlab qolgan bo'lardim. Nima uchun men ustoz ko'rmaganman? Sharoitim bo'lmaganmi? Yo'q, gap sharoitda emas. Просто bu sohada haqiqiy ustozlik bo'lmagan. Men o'sha Instagramdagi trendlarga ishonmasdan haqiqiy savdogar bo'lmagan uchun men o'zim yig'ganman bu opitimni. Natija aniq savdo rejangiz bor, stabilniy o'sish, sekin-sekin o'sasiz. Misol bir oy aytaylik $200 topdingizmi, keyingi oy 300 qilasiz, keyingi oy 500 qilasiz, yana keyingi oy 1000 qilasiz, keyingi oy o'sha narsani 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, sekin-sekin 20000, sekin-sekin $300,000 foyda, sekin-sekin 50000, 100,000 haqida ham o'ylasangiz bo'ladi. Mana shu narsa zo'r. Va realniy daromadga chiqish imkoni bor. Ya'ni siz omadga, siz imkoniyatga, siz shans degan narsaga ishonmaysiz. Siz o'zingiz natijaga, siz o'zingiz harakatingizga ishonasiz. Psixologiyaga keladigan bo'lsak, nazorat bor, intizom bor, ishonch bor. Eng zo'r tarafi xatolaringizni ustoz darhol to'g'rilab beradi. Va shu sababdan natijangiz ancha tezlashadi. Mana bu bizani ustoz haqida, trade sohasi haqida asosiy muammolardan biri edi. Bolalar, bu narsani seriozdan qabul qilishingizni so'rayman. Bu haqiqatan juda chuqur mavzulardan biri hisoblanadi. Bu mavzuni ko'pchilik e'tibor bermaydi va o'tkazib yuboraman, menga strategiya muhim deydi. Lekin men ham shunaqa qilganman va men qanaqa muammolar, qanaqa xatolarga yo'l qo'yganimni, qanaqa katta muammolar yaratganimni aytib berdim sizlarga. Sizlar ham shu muammolarda bo'lmasligingiz uchun men bu narsaga amal qilishingizni maslahat beraman. Gaplarimni как trader yoki gaplarimni qanaqadir begona odam emasda, ustoz sifatida qabul qilinglar bolalar. Men bu narsani sizlarni o'ylaganim uchun, qiynalib qolmanglar deganim uchun aytaman. Nimaga? Chunki men yonimga 2-3 ta odam keladi. Ko'p, bir haftada bir 2-3 ta odam bilan ko'rishaman. Nima haqida gaplashamiz? O'zlarining muammolari haqida gapiradi tradingda, qarzlarga kirib qolganini, problemalarga kirib qolganini gapiradi. U nimadan u narsa? U narsa mana shu ustozning gapiga quloq solmaslikdan, aytgan qilmaslikdan, o'z boshimchalik qilib, egoistlik qilib, o'zini bilganidan qolmaslik, oxiri mana shu narsa bilan tugagan. Tushuntirib oldimmi? Sizlarda ham mana shu oxiri shunaqa tugamasin deyapman. U o'zingizlar xohishlaydi. Qabul qilsanglar darsimni, mana shu gaplarimni qabul qilsanglar foyda qilasizlar. Mana shu muammolarga kirmaysizlar. Qabul qilmasanglar, ertaga shunaqa katta muammolar sizlarni kutib turadi, bolalar. U hammani taqdirida bor bu narsa. O'shaning uchun oldindan bizni qaysidir ma'noda biz raqibni oldindan o'rganganmiz-da, o'rganganmiz-da. Tushunasizlar, biz raqibni oldindan qanaqa urishlarni, qanaqa harakatlarni bilsak, uni yutishimiz ancha yuqori bo'ladi. Chem tayyorgarliksiz kirgandan ko'ra. O'shaning uchun ustoz bu sohada muhim. Ustoz tanlayotganda ham to'g'ri ustozni tanlashingizni maslahat beraman. Darsimiz tugadi. Xudo xohlasa sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Keyingi darsda ko'risha olmaymiz. O'z bizning bugun oxirgi darsimiz bo'ldi. Sekin-sekin o'sha savdolarda, kanalda savdo qilishni boshlaymiz. Sizlarga ideyalar bilan bu kanalda sizlar bilan ideyalar, boshqa bilimlar, boshqa ishlash usullari haqida bo'lishni sekin-sekin boshlaymiz. Mana bu bizning ancha vaqtlik yo'limiz tugadi. Men hammadan xursandman. Молодцы. Foydasi tegyapti juda ko'p odamga. 98% odam xursand darslarimizdan. Молодцы. Men juda xursandman. Va charchamanglar. Xudo xohlasa sizlar bilan sekin-sekin natijalar qilayotganda, mana lichkamda yoki qana Instagram profillarimizda sizlarni natijalar tashlaganinglarni, uy olganinglarni, mashina olganinglarni ko'rish nasib qilsin, Xudo xohlasa. Eplasa bo'ladi, biz qilganmiz, sizlar ham qilasizlar bu narsani. Imkonsiz emas bu, iloji bor. Charchamanglar, men vaqtingizni olmayman. Sog' bo'linglar.